Xo'p, demak, shifrlanish sistemasi filogenezning umurtqasidan tugatdik. Endi sizlar bilan bir yo'la umurtqalarga o'tamiz. Lansetlikni ko'rib bo'ldik. Endi siz bilan ko'rayotganimiz bu baliqlar sinfi bo'ladi. Demak, baliqlar sinfida qonlanish sistemasi qanday ketadi, shuni ko'rib chiqamiz. Bundan oldin bo'lsa, endi qisqacha doimiga bitta baliq rasmini chizib olamiz. Osonroq bo'lishini o'zimizga. Tushundingmi? Baliqqa. Xo'p, endi bunda qonlanish sistemasi qanday kechadi? Demak, dastlab javran chizishimiz kerak edi mana yerga. Javra bo'ladigan bo'lsa, endi mana shu yerda baliq nafas olgan paytda suvda ergan kislorod javralar orqali kiradi. Javralar orqali kirish natijasida endi bundan qayerga o'tadigan bo'lsa, yirik qon tomir orqali, ya'ni bu qon tomirning nomi orqa aorta deb ataladi. Orqa aorta deyiladi va buning tarkibida qanday qon bo'ladi deydigan bo'lsak, kislorodli qon bo'ladi. Keyin kislorodli qon bo'lgandan so'ng orqa aorta endi mayda qon tomirlarga tarmoqlanadi. Tarmoqlangandan so'ng endi ichki organlarga kiradi. Ichki organlarda gazlar almashinuvi sodir bo'lib, kislorodni olib karbondioksidni chiqarib yuboradi va yirik kavak venalarga yirik venalarga nima bo'ladi? Quyiladi va yirik vena qon tomir keladi. Kelib endi qayerga keladi degan bo'lsa, yurakka keladi. Endi bularga kelib yurakga takomillashgan bo'ladi. Ikki kamerali yurak bo'ladi bularda. Ikki kamerali yurak bo'ladi va bu qism bo'lmacha, undan keyingi qism esa qorincha deb ataladi. Va qorinchadan esa endi bitta qon tomir chiqadi va to'g'ridan-to'g'ri javraga keladi. Endi mana shu qorinchadan chiqqan qon tomirning nomi qorin aortasi deb ataladi. Eshitib chiqib qo'ying bittasini. Qorin aortasi deb ataladi va mana shu venada ham bor bo'lmacha qorinchada ham va shuningdek qorin aortasida ham karbondioksid qon bo'ladi. Va shu tariqa qon aylanaveradi. Va bu baliqlar sinfining qonlanish sistemasi hisoblanadi. Eng qisqa va lo'nda varianti shu. Xo'p, keyingi sinf vakili bu suvda hamda quruqlikda yashovchilar sinflari hisoblanadi. Endi bularning qonlanish sistemasi qanday bo'ladi? Endi men sizga ambientni bermayman. Xo'p, to'g'ridan-to'g'ri mana shu holatdagisini chizib ko'rsatib qo'yamiz. Endi bularga kelib qarang, yurak 2 kamerali edi. Endi bularga kelib yurak 3 kamerali bo'ladi. Ya'ni yurakni o'zidan sodda variantda tushuntirib beraman. Qarang. Buni yurak deydigan bo'lsak. Yurak demak men sizga aytdim 3 kamerali dedim. Bu taraf o'zimga nisbatan, do'stga nisbatan olaylik, shu qarab turganingizga nisbatan. Demak bu taraf o'ng bo'lmacha, bu taraf esa chap bo'lmacha. Mana tugaga nisbatan olyapmiz, o'zimiz o'tirganga nisbatan. Va shuningdek bu qism esa nima deyiladi? Qorincha deb ataladi. Va doimo eslab qoling, chap tarafda doimo qanday qon bo'ladi? Arteriya, ya'ni kislorodli qon. O'ng tarafda esa venus qon, ya'ni karbondioksidli qon bo'ladi. Bu tarafda esa kislorodli qon bo'ladi. Keyin bo'lmachalar qisqarishi natijasida kislorodli qon va shuningdek karbondioksidli qonlar nima bo'ladi? Aralashib ketadi va shuning hisobiga suvda qurlashuvchilarda chuqur qon uchrashi mumkin. Kislorodli, venus va aralash qon. Endi mana shu yerda biz sizni 7-sinfda aldagan edik, desam bo'lmaydi. Soddaroq variantda tushuntirgan edik. Endi mana shu qorinchadan jami bo'lib 3 juft qon tomir chiqadi. 3 juft qon tomir chiqadi. Ulardan bir juft
qayerga boradi degan bo'lsak, demak bir juftda to'qima organlarga boradi. To'qima organ. To'qima organlarga boradi. U yerda gazlar almashuvi sodir bo'lgandan so'ng yurakning o'ng bo'lmachasiga quyiladi. Endi mana shu yerda qarang. Bu yer aralash qon ketyapti, lekin bu yerda kislorodli qon bo'ladi, lekin ozgina miqdorda kamarangizda qon ham bo'ladi. Va gazlar almashuv sodir bo'lgandan so'ng kislorodni o'ziga biriktirib, kamarangizga chiqarib olgan hisobiga bu yerga kamarangizda qon boradi. Tushundingizmi? Endi mana shu yerda yana bir qon tomiri chiqadi. Yana bir juft qon tomiri chiqadi. Endi bu qon tomir qayerga boradi degan bo'lsangiz, buni boradigan joyi endi miyaga boradi. Miyaga boradi. Aytib qo'yay, miyada kamarangizga qon bormaydi. To'g'ridan-to'g'ri toza kislorodli qon bor. Va gazlar almashuvi sodir bo'lib, bu yerda miyada to'g'ridan-to'g'ri mana shu qismdan yana bular quyilib ketaveradi. Tushundingizmi? Bu katta qonalanish doirasi. Endi kichkina qonalanish doirasini chizadigan bo'lsak, endi yana bir juft qon tomir chiqadi. Bir juft qon tomir chiqib, endi u qayerga boradi degan bo'lsak, yana qayerga boradi? O'pka va teriga boradi. Nima uchun o'pka va teriga boradi? Chunki o'pkasi orqali ham ili terisi orqali ham nafas oladi va bu yerda mana yerda endi karbonat angidrid va ozgina miqdorda kislorodli qon bo'ladi. Ozgina miqdorda kislorodli qon bo'ladi. Endi bu yerda gazlar almashuvi sodir bo'lgandan so'ng o'pka teri orqali endi toza kislorodli qon yurakning chap bo'lmachasiga quyiladi va bu yerda qanday qon bo'ladi endi? Kislorodli qon, ya'ni arteriya qoni ham deyiladi. Demak, bu sudamli qurib yashovchilarning qonlanish sistemasi hisoblanadi. Xo'p, endi keyingisini chizadigan bo'lsak, keyingisi qaysi sinfga keldik endi? Sudralib yuruvchilar, ya'ni reptiliyalarga keldik. Demek, reptiliyalar sinfi. Endi reptiliyalar sinfiga kelib, qon tomir anchagina takomillashadi. Endi ularni ham oddiy variantda tushuntirib ko'ramiz. Demak, buni yurak deydigan bo'lsak, yurak deydigan bo'lsak. Endi bularda ham demak 3 kamerali bo'ladi. Demak, bu yoq o'ng bo'lmacha, bu yoq esa chap bo'lmacha bo'ladi va bu qism esa qorincha bo'ladi va yana bir farqli tomoni sudamli qurlashuvchilarda buni o'rtaroq qismida to'siq bo'ladi. Lekin timsohlarga kelib esa bu to'siq to'liq bo'lib, yurak 4 kamerali bo'ladi. Lekin ularda ham aralashgan uchraydi timsohlarda. Nima uchun? Chunki qon tomir chiqqandan keyin, mana bu yiriroq qon tomir chiqqandan keyin ajrab ketadi. Tushunyapsizmi? Shuni hisobga chiqqandan so'ng qon aralashib ketib qoladi. Demak, endi chap tarafda kislorodli qon. To'g'rimi? O'ng tarafda esa karbonatli qon. Bo'lmachalar qisqarishi natijasida qorinchaga qon tushib aralashib ketadi. Va aralashib ketgandan so'ng endi bundan 3 ta qon tomir chiqadi. 3 juft emas, 3 ta. Qarang endi. Chiqqandan so'ng yurak qorinchasining chap tomonidan chiqqan qon tomir o'zi aslida bu yoqqa qarab ketish kerak edi, lekin unday bo'lmaydi. Bu yoqqa qarab ketadi. Uyqu arteriyasi.
Uyqu arteriyasi orqali qayerga boradi? Doimiy qon miyaga boradi. Miyaga keladi. Demak, miyaga endi toza qon boradi doimiy, to'g'rimi? Kislorod qon bo'ldi, gazlar almashuvi sodir bo'ldi. Gazlar almashuvi sodir bo'lgandan so'ng endi u qayerga keladi? O'ng bo'lmachaga keladi va bu yerda karotangiz qon tomiri bo'ladi va uning o'rtasidan ham yana bitta qon tomiri chiqadi va u chapga qarab ketadi. Organlarga bordi. Bu yerda gazlar almashuvi sodir bo'lgandan so'ng, bu ham demak yurakning o'ng bo'lmachasiga quyiladi. Demak, bu yerda qanday qon bo'ladi? Kislorod qon bo'ladi. Ya'ni arteriya qon. Va ozgina miqdorda karotangiz ham bo'ladi. Lekin organlar gaz almashuvi sodir bo'lgan hisobiga endi nima bo'ladi? 100% karotangiz qon bo'ladi. To'g'ri. Endi mana shu yerdan yana bitta qon tomiri chiqadi, 3-qon tomir. 3-qon tomir endi u kichik qon aylanish doirasi hisoblanadi. Va bu arteriyaning nomi endi qon tomirining nomi o'pka arteriyasi hisoblanadi va karbonat angidrid qon bo'ladi. Ozgina miqdorda esa kislorod qon bo'ladi. Va gazlar almashuvi sodir bo'lishi uchun qayerga boradi endi? Reptiliyalarda. O'pkaga boradi. Nimaga teriga bormaydi? Teri qalinlashganligi hisobiga gazlar almashuvi ishtirok etmaydi. To'g'ri. Demak, o'pkaga keldi. O'pkadan endi gazlar almashuvi sodir bo'lgandan so'ng yurakning chap qorinchasiga qon tomir kelib quyiladi. Va quyiladi. Endi mana bu yerda o'pkadan chiqqan qon tomir esa 100% qanday qon bo'ladi? Kislorod qon bo'ladi. Va bu asosan reptiliyalarning qon aylanish sistemasi hisoblanadi. Endi qushlarga qisqacha tushuntirib o'tadigan bo'lsak, ustun o'zuvchilarga birga bir o'xshash. Xo'p, tushundinglarmi? Keyingisi qushlar sinfi. Qushlar sinfi. Endi asta-sekinlik bilan hozir ko'rgan bo'lsangiz, reptiliyalarda, amfibiyalarda qon aralashmay ketiladi. Endi qushlarga 100% tarmoq ajraydi. Ya'ni arteriya, vena, qon tomir yurakdan chiqqaniga 100% ajraydi. Hech qanday aralashma organlarga bormaydi. Endi bular kelib yurak ko'rkamerali bo'ladi va bu taraf nima deyiladi? O'ng bo'lmacha. Bu yoq esa o'ng qorincha. Chap bo'lmacha, chap qorincha deb ataladi. Demak, doimiy men sizga aytdim, bu tarafda qanday qon bo'ladi? Chap tarafda kislorod qon bo'ladi. O'ng tarafda esa karotangiz qon bo'ladi. Endi chap qorincha qisqarishini hisobiga bundan bitta yirik qon tomir chiqadi. Bu qon tomirining nomi esa aorta qon tomiri deyiladi. O'zi aslida bu yoqqa qarab ketish kerak edi. Ustun o'zuvchilarda bu yoqqa qarab ketadi. Lekin shularda esa o'ngga qarab ketganligi uchun o'ng aorta ravoga yoki o'ng aorta yoyi deb beradi testlarda. O'ng aorta ravoga ega bo'lgan organizmlarni belgilang degan bo'lsa, siz qushlarni olishingiz kerak bo'ladi. Ustun o'zuvchilarda emas. Demak, bu qon tomiri nomini nima dedik? Aorta yoki o'ng aorta ravoga. Buning ichida esa 100% kislorod qon bo'ladi. Bu qayerga boradi endi? To'qima va to'qima organlarga boradi. U yerda gazlar almashuvi sodir bo'lgandan so'ng qon tomir, ya'ni bu kovak vena deyiladi. Kovak vena endi to'g'ridan-to'g'ri yurakning o'ng bo'lmachasiga kelib quyiladi. Va kovak venada esa qanday qon bo'ladi?
kala taglikli qon bo'ladi. Shuvak vena. Quyiladi. Endi mana shu kala tagliklik o'ng bo'lmachaga tushdi. O'ng bo'lmacha qisqarib, o'ng qorinchaga o'tadi. O'ng qorinchadan esa qon tomir tarmoqlanadi. Qon tomir chiqadi. Va bu qon tomirining nomi, o'pka. O'pka arteriyasi, lekin uning ichida kamera taglikli qon bo'ladi. Demak, kamera taglikli qon bo'ldi. Endi u qayerga boradi? O'pkaga boradi. Mana charchadinglarmi? Meni charchadim. O'pkaga boradi. O'pkaga borib, bu yerda nima bo'ladi? Gazlanish sodir bo'ladi. Ya'ni kislorodni olib kamera taglikni chiqarib yuboradi. Chiqarib yuborgandan so'ng endi bundan yana bir yirik qon tomir tarmoqlanib yurakning chap bo'lmachasiga kelib quyiladi. Va bu qon tomirining nomi o'pka venasi. Lekin uning ichida esa kislorodli qon bo'ladi. Va shu tariqa qon aylanish sistemasi davom etaveradi. Va bu qushlarning qon aylanish sistemasi hisoblanadi. Demak, to'qima organga borayotgan qon aylanish doirasi bu qanday qon aylanish doirasi deyiladi? Katta qon aylanish doirasi deyiladi. Doirasi. O'pkaga boradigan taraf esa kichik qon aylanish doirasi hisoblanadi. Endi mana shu sutemizda uchlarda bir xil bo'ladi qushlar bilan. Lekin aorta chiqqandan so'ng bu tarafga qarab ketib qoladi. Shunisi farqi bor. Keyin qushlar yuragi anchagina baquvvat. 1 daqiqada 500 martagacha uradi. 500 martagacha urganning hisobiga ular asosan moda ana shu jadal kechadi. Va yana bir sababi arteriya vena qon tomirlari ajralgani hisobiga ular issiqqonli hisoblanadi. Va shuningdek, sutemizda o'zuvchilar ham issiqqonli organizmlar hisoblanadi. Issiqqonli organizmlarni belgilansa, qushlarni olasiz va shuningdek, sutemizda o'zuvchilarni olasiz bo'ldi. Savolcha ham qiyinlashtiradi, ya'ni issiqqonli bo'lgan o'ng aorta ravog'iga ega bo'lgan organizmni belgilang degan bo'lsa, siz qushlar sinfini olasiz.